Nega bunday ayollar bachadonlarni oldirib tashlashlari shart? Videoni boshlashimdan oldin bitta like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Bachadonni olib tashlash, ya'ni gistrektomiya amaliyoti bu so'nggi chora sifatida qilinadigan operatsiya hisoblanadi. Shifokor bu operatsiyani faqat ayolning sog'lig'iga va hayotiga jiddiy xavf tug'ilgandagina tavsiya etadi. Tibbiyotda asosan 3 ta sababga ko'ra bachadon olib tashlash tavsiya etiladi. Birinchisi, adenomiyozning og'ir darajalari, katta hajmli miomalar va ko'p tugunli miomalar bachadonda bo'lsa, agar ayol homiladorlikni rejalashtirmayotgan bo'lsa, bunday holatda bachadon olib tashlash tavsiya etiladi. Ikkinchisi, onkologik jarayonlar. Ayollar jinsiy a'zolaridagi har qanday onkologik kasalliklarda bachadon olib tashlash tavsiya etiladi. Chunki saraton hujayralari atrof to'qimaga tarqalmasligi uchun. Uchinchisi, bachadon ichidagi yiringli jarayonlarda, ya'ni dori-darmon bilan lechena qilganda yiringli jarayonlar yo'qolmasa, absesga aylansa, boshqa a'zolarga tarqalmasligi uchun bachadon olib tashlash tavsiya etiladi. Eslatib o'taman, bachadon olib tashlangandan keyin xalq orasida uchraydigan yolg'on ma'lumotlar, miflar yuzaga kelmaydi. Bular haqida sahifamdagi mana shu post orqali tanishib chiqsangiz bo'ladi.